Ha, mana doda bizada o'zbekchilikda bor, erkaklarda yoki aytasa ba'zi bir doktorlar aytishsa bo'ladi, aytsa buni ham erkak doktorlar aytishadi-da. Aytsa bo'ladi 150 grammda aytsa hech narsa qilmaydi-da. Nima deydi? Qon tomir tozalanadi deysizlarmi? Ha, kengayadi. Qon tomir kengayadi, tozalanadi deyiladi. Endi mana azizlar, ekranga qarang. Ekranda oling. Mana qon tomirlari, mana qon tomirlarning ichi ko'rib turibsizlar, bir xilda mana shunaqa ketish kerak, top-toza qon tomir. A bularda nima bo'lyapti? Neravnomerniy утолщение beryapti. Qalinlashib, proxod torayapti. Ayni bifurkatsiyada, ayni boshga boradigan qon tomirda mana hozir o'lchaymiz necha prosentgacha buni bekib qo'yayotganini. Odamzada yana shunaqa belgi bor. Yotib turishlari bilan boshlari tez aylanadi. Mana shu joyni 50% gacha yopiq. Bu bitta tomonida. Ikkinchi tomoni, mana ikkinchi tomoni ko'ndalang kesimda olib kelganda mana ko'rasizlar, mana bu tomoni ingichka, mana shu ingichkalikda bo'lish kerak. Uje общийda boshlanyapti. Aynan o'sha umumiy uyqu arteriyani mana bo'lingan tomonida, mana bu tomonda ko'rasizlarmi? Oppoq, o'sha kalsiynatlashgan. Boyaga ham stenoz bo'lgan, bu o'sha qattiqlashgan. Agar bu ko'chadigan bo'lsa, tromb insult beradi yoki infarkt beradi. Bu tomonida esa boya o'lchaganimizda 60% gacha yopiqlik beryapti. Ana men bu ko'rayotganim xuddi 100% gacha yopiqlik beryapti, lekin bu unaqa emas. Bu o'zi orqa devorda, chunki bu yerda kravtok bor. Shuning uchun erkaklar ichsa qon tomirim toza bo'ladi, alkogol qon tomirini tozalab turadi, kengaytirib turadi deyish juda katta xato. Bularning barchasini biz kardiologlar, bu endi o'zimdagi bir nechta situatsiyalar, lekin dunyo bo'yicha barcha kardiologlar kuzatilganda aynan spirtni ichadigan hamda kechqurun ovqat yeb, yog'li ovqatlar yeb uxlaydigan odamlarda bunaqa holatlar ko'p uchragan. 50-60% mana shu qon tomirlarining yopilishiga, bu hozir boshga boradigan qon tomir ko'rdik. Yurakka boradigan qon tomir ham xuddi shunaqa yopilib qolishlar kuzatiladi. Boya aytganlaringizdek, ovqat yeb yotish odatlari ham ko'p bo'lgan, to'g'rimi? Ko'p bo'ladi. Lekin dodamiz bittasi zo'r qilganlar, o'sha nechinchi yil dedingiz? 2010-yilda kardiologga borilganda bisoprolol bilan trombasini 2015 borgan. 2015. Yo'q. Pandemiyadan keyin bordik. Coviddan keyin borilganda davleniya oshish sababli borgan, lekin kardiolog bisoprolol bilan trombas назначение qilgan. Bu aynan yurakda qon aylanishini yaxshilab turadi, qon tomirlarini kengaytirib turadi. Shuni hisobiga dodamiz mana haligacha mashqlar qilar ekan, anjumanlar qilar ekan, stress qilganda davleniylar ko'tarilar ekanda, lekin juda kritik bo'lmas ekan. Infarkt bo'lib qolmagan yoki insult bo'lib qolmagan. Har kuni regularni ichgan ekanlar. Lekin bularga bu dorilar kamlik qilgan, davleniyalar 150-160 ta yuradi, sezmaydi. Bu narsalar uchun to'liq lecheni yozamiz. Xudo xolasa, keyin sizni doda bir oydan keyin qayta ehoda ko'ramiz. Hop.